Ingliz tilidan attestatsiyaga tayyorlanyapsizmi? Sizga pragmatika qiyinlik qilyaptimi? Mana bu video sizga foydali bo'ladi. Pragmatika aslida nima dedi emas, nima demoqchiligini so'raydi. Masalan, mana bunaqa dialoglar bo'ladi. It's cold here. I'll close the window deb ikkinchisi javob beradi. Bu yerda it's cold here deb oynani yop demoqchi bo'lyapti. What does the speaker mean degan savol bo'lishi mumkin. Which sentence is more polite degan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha so'zlovchi nima dedi? Ya'ni qanaqa polite qaysi gap odobliroq, xushmuomalaliroq degan savollar bo'lishi mumkin. Could you, would you bilan boshlanganlari polite bo'ladi. It's cold here esa yashirin iltimos savoli bo'lyapti. Bu yerda gapi bo'lyapti. Demak, pragmatika o'zi nima uchun kerak? Ingliz tili davlatini, so'zlashuv madaniyatini pragmatika ko'rsatib beradi. Til o'rganayotganda o'sha til davlatlarini, o'sha insonlarini, madaniyatlari, so'zlashuv odoblarini ham o'rganamiz va o'rgatamiz o'qituvchi sifatida. Shuning uchun bu bo'lim bizga kerak.